Narxini oldin aytaman. $99,000 bo'lsa beramiz. Aybi nuqsoni yo'q. Hamma yoq tekshirib kelgan olasizlar. Ponni ko'z birovni plinka qilingan, kraskalar toza. Balonlar holati zo'r turibdi. Navortlariga kelsa, navortlari ham yaxshi. Saloni qora salonda mashinamiz. 63,000 kilometrda yurgan, halol yurgani, head-up displeylari bor, 360 kamera, pnevma podveska, jamiki, Kirillin navrotlari bor mashinamizda. Bemalol tekshirtirib kelgan olasizlar. Narxi ham ancha yaxshi. Ideal holatda X7. X7 minamandaganlarga hashtakli. Arqa shtorkalari bor. Davchilarigacha bor mashinamizda. Ideal holatda. Narxi ham ancha yuvosh. 2023-yil X7lar. Bu pulga probey ko'pini beradi. 63,000 kilometrda yurgan 2023-yil mashinamiz. $99,000 bo'lsa beramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, tepasiga kelib ko'ringlar. Xudo xolasa bemalol hamma yoqni tekshirtirib kelgan olasizlar. Aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.